Akalar, legenda nomidan tanilgan Nexus 2 avtomobilni olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga 0 dan 100 gacha motor sistemalarini qilib beryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, motorlar o'ta go'zal, chiroyli holatda bityapti. Hamma yo'llarini yangidek holatda yig'ib chiqarib beryapmiz akalar. Bu galovkalarni chiroyli qilib, ketadigan zatillargacha ligirovkalarni qilib, chiroyli holatda hamma yo'g'ini bitkazib beryapmiz akalar. Uyalari pozitrlarda luft yo'q, o'zinikini qo'yilyapti, chiroyli qilib yuvilib holatda. Bu mashinamiz bir haftada 1 litr moy rasxod qilayotgan ekan. Uni oldingisi yechilish jarayonlarini qo'ymadim. Egalari unashmadi, motorni o'ta xarob ahvolda edi. Shunga nomerimiz ham chiqib qoladi, xajolat bo'lib qolamiz aka deganga. Eski holatlarni qo'ymadik. Bitgan holatini qo'yaverasiz dedi. Mana bitgan holatlari, motorlari bitdi. Hozir xudo xolasa galovkalarini bosamiz. Shunday qilib bugun yurgizib chiqaveramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqa qilib ko'rasizlar.